Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammadsiz Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hurmatli aziz vatandoshlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi mavzu ota-onalarga bag'ishlanadi. Hurmatli ota-onalar, ushbu mavzuni diqqat bilan ko'ring, to'g'ri xulosa chiqaring, aql taroziga qo'yib ko'ring, to'g'ri kelsa oling, to'g'ri kelmasa olmang. Hozirda farzandlarimiz bilan jinsiy hayot haqida va jinsiy tarbiya haqida gaplashish bu kerakli mavzu bo'ladi deb o'ylayman. Yana qaytaraman, aql taroziga qo'yib ko'ring. Ma'qul kelsa to'g'ri kelsa oling, ma'qul kelmasa olmang. Birinchi beriladigan savol, farzandlar bilan jinsiy tarbiya haqida gaplashish kerakmi? Balog'at yoshiga yetgandan keyin qizlarimiz hayz ko'rishni boshlaganingizdan keyin erkaklarimizda kech payt sperma chiqishi, ya'ni mukallaf bo'lishi yoki bo'lmasam bulg'anib qolish, endi xalq tilida gapiryapman. Xuddi shu holatlar bo'lgandan keyin farzandimiz bilan jinsiy hayot va jinsiy tarbiya haqida gaplashishimiz kerak. Birinchi nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi o'rinda bolam yoki qizim shaxsiy gigiyenani toza, ya'ni chof oraliqlari, qo'ltiq oraliqlari va hokazolarga chiqadigan har xil tuklardan forig' bo'lish. Undan tashqari ayollarimiz hayz ko'rganda prokladkalarni onalar to'g'ri ishlatish va to'g'ri tutishni o'rgatish va prokladkalarni to'g'ri kelgan yerga tashlamaslik, uni maxsus paketga solib, asha musor paqirlarga qoldirish. Hayz ko'radigan yoshga yetgandan keyin chaqirib, bolam, senda manaqa holat bo'ladi, ya'ni senga qizil qonga o'xshagan narsa keladi qiningdan. Qo'rqma bolam, bu hayz, bu Allohning bergan bir shunaqa bizga ne'mati. Biz ayollar matkamiz voyaga yetgandan keyin qon bilan o'zini tozalab turadi, harom qonlar chiqib ketadi deb tushuntiring. Juda ko'p ota-onalar tushuntirmas ekan. Bolasi ming hijolatda maktabdan keladi. Hayajon qonab ketdi. Vahima qildirmasdan, albatta hurmatli onalar, bolangiz balog'at yoshiga yetib shunaqa holatga kirishidan oldin u bilan gaplashing, u bilan suhbatlashing. Undan tashqari siz unga tushuntiring. Undan tashqari siz bu o'g'il bolami yo qiz bolami, albatta u bilan do'st bo'ling. Endi o'g'il bolalarga yuzlanamiz. Hurmatli otalar, bolangiz bilan balog'at yoshiga yetgandan keyin o'g'lim shunaqa holat bo'layapti, shunaqa bo'lasan, ya'ni masturbatsiya qilishing mumkin yoki tushingda shunaqa holatingdan shunaqa suyuqlik chiqadi, bu sperma bo'ladi. Bu qo'rqinchli narsa emas. Buni ertaman turib tozalab, yuvib, yana ishingni qilaverasan, cho'milib netib poklanib. Undan tashqari qo'ltig'ing oralari, choq oralarini doim tozalikda saqla, gigiyenada saqla deb aytish kerak. Undan tashqari maktab yoshidagi o'quvchilarimizga tayyorlanishimiz kerak. Ya'ni jinsiy a'zo faqat bizga tegishli, uni faqat biz ko'ramiz, uni birovlarga ko'rsatmaymiz yoki shunaqa bir ajoyib holatlarga tushmaymiz deb maktab o'quvchilariga albatta o'rgatinglar. Chunki yana qaytaraman, hozirda internet tarmog'i rivojlanishining oqibatida bolalar internetda har xil narsalarni ko'rib, bir-birlarida sinab ko'rishmoqchi bo'lyapti. Shunaqa holatlar albatta bo'lyapti. Bog'chadagi bolachalar hattoki shunaqa holat bo'ldi, bir bolacha olib keldi, tushkuni uchini tishlab olgan, ya'ni olatini uchini bir yosh bolacha tishlab olgan. Xuddi shunaqa bo'lmasligi uchun u ash ko'rsatgan u qiz tishlab olgan. Xuddi shuning uchun yosh bolalarga shunaqa to'g'ri jinsiy hayot va jinsiy tarbiyani rivojlantirishimiz kerak. Chunki yana qaytaraman, u internetda bo'lar-bo'lmas kinolar va hokazolarni ko'rgandan keyin tarbiyasi buzilib ketyapti. Endi siz o'g'lingizda yoki qizingizda shunaqa holatlarni ko'rib qoldingiz, ya'ni haqiqatan pornografik kinolar ko'ryapti yoki bo'lmasam telefonni olib tutganingizda urishmang, darrov baqirib, sen haromi itdan bo'lgan pes demang, qarg'anmang. Sekin o'tirib, bolam, bu manaqa oqibatlarga olib keladi, manaqa holatlar bo'ladi deb o'zingizni aql tarozingizdan, o'zingizni shaxsiy fikringizdan kelib chiqqan holda bolaga tushuntiring. Hech qachon bolangizni urishmang. Chunki unga qancha ko'p taqiq qo'yilsa, bola shuncha battar qilaveradi. Balog'at yoshida ota-onalar bolalar bilan do'st bo'lish kerak. Men bu videoni nima uchun ota-onalar ko'rsin deyapman? Sababi siz bolangizga eng yaqin insonsiz va siz bolangizni do'stisiz balog'at yoshida. Xuddi shu uchun agar shunaqa holatlar bo'lib qolsa, tushuntiring. Keyin albatta sevgi, muhabbat haqida gaplashing. Bolam, mana yoshga yetding. Sen sevgi, muhabbat qilishga jicha erta. O'qigin, shoshilma. Xudo xolasa hammasi o'zini vaqt soati kelib, chiroyli va sifatli tarzda bo'ladi. Haqiqiy sevgi to'ydan keyin bo'ladi, nikohdan keyin bo'ladi, baxtli hayotda bo'ladi. Agar kim bilandir sevishayotganini eshitib olsangiz, ko'rib qolsangiz, yana aytaman, janjal to'palang qilmang. Chunki u ruhiyatiga ta'sir qilib, bola depressiya bo'lib qolishi mumkin. O'zini o'zi Xudo ko'rsatmasa bir narsa qilib qo'yishi mumkin. Yoki bo'lmasam bola o'rtaqlarning orasida izza bo'lib qolishi mumkin. Bu juda yomon narsa. Va bu insonning ruhiyatiga qattiq ta'sir qilishining oqibatida kelajagi bolaniga ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni 5 ga o'qiyotgan bolalarimiz kichik bo'lib ketishi mumkin yoki hokazolar. Xudo ko'rsatmasin. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, bolalaringiz balog'at yoshida yetgandan keyin unga katta insonga muomala qilgandek muomala qilasiz, faqat uning kichkina ekanligini va hali bu narsalar hayoti oldidanligini tushuntirasiz. Hayz va tushda bulg'anib qolish haqida ham farzandlaringizga albatta tushuntiring. Yilda bir marta farzandlaringizni o'g'il bola bo'lsa urologga olib borib, qiz bola bo'lsa ginekologga olib borib konsultatsiyalar qildiring. Nima uchun doktorga olib boring deyapman? Chunki patologiya bormi? Ya'ni
o'sha jinsiy a'zolarda qanaqadir kasallik yoki o'zgarish bormi yoki yo'qmi, yoki bo'lmasam sog'lom normada rivojlanyaptimi degan albatta holat bo'ladi. Bu uyat emas, yana qaytaraman. Doktorga borish uyat emas. Juda ko'pchilik insonlar bizga Telegramda yozyapti, Instagramda yozyapti, men uyalaman. Uyalmang. Albatta, o'zingiz sog'lig'ingizga, farzandingiz sog'lig'iga hech qancha befarq bo'lmang. Men juda ko'p videolarimda aytaman, sog'liq bir yo'qolsa $1 million ga tiklanmaydi. Bugungi mavzumiz hammaga menimcha tushunarli bo'ldi. Ya'ni farzandlar bilan balog'at yoshiga yetganda jinsiy hayot haqida gaplashish va farzand tarbiya qilayotganda jinsiy a'zolarini qanday qilib chiroyli saqlash, ya'ni birovga ko'rsatmaslik va faqat u narsani o'zi ko'rishi, o'zi bilishi bo'ldi. Har qanaqa o'zgarish bo'lgan holatda ham sovuqqonlik bilan shoshilmasdan farzandiga to'g'ri tushuncha berib, to'g'ri tarbiyalash. Jahl bilan hech narsa o'zgarmaydi. Naborot jahlingizdan tushganingizdan keyin qilgan ishlaringizni ko'rib, hurmatli ota-onalar, o'zingizlar xijolat bo'lib qolmanglar. Bugungi videomizni bizga olishda yaqindan yordam bergan Uzmom TV, operatorimiz Davronbek, editorimiz Ayozbeklarga rahmat aytamiz. Video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Har qanaqa holatda ham aqlingiz bilan bo'ling. O'zingiz uchun ushbu videoni darslik video sifatida eshiting, tinglang va albatta xulosani faqat o'zingiz chiqaring. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Yana YouTube olamida ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.